Avvalambor o'sha Andijon suv omborini tashkil etilayotgan paytda 1970-yillar atrofida O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi hududidan Qirg'iziston Sovet Sotsialistik Respublikasiga 4127 gektar yer maydoni kompensatsiya sifatida berilgan o'sha paytda. Lekin u boyga to'liq o'sha nimani qoplamagani uchun hozirgi bizani tayyorlagan hujjatda yana qo'shimcha 1019 gektar maydonni biz qo'shimcha kompensatsiya sifatida ularga beryapmiz. Chunki u to'liq o'sha nimani o'sha linzani agar hududi 4957 gektar tashkil qiladigan bo'lsa, agar uni yer nimasini chuqurligi anaqasi bilan olib qaraydigan bo'lsangiz, bu sal ko'proq maydonni tashkil qiladi. Shuning uchun ko'proq biz yer ajratib beryapmiz. Ular bizga 19,5 gektar o'sha boyagi qo'riqlash ishlarini tashkil etish uchun kompensatsiya qilib beryapti. Endi boya men aytdimki, o'sha Andijon suv omborini tashkil etishda bizada shundoq nima bo'lganki, kelishuv bo'lgan o'sha paytda. O'sha kelishuvda bor u 50 yil oldingi kelishuvda kelishilganki, bu suv ombori o'sha O'zbekiston hududi bilan tortib olib borilib, o'sha boyiga 200 kilometr naridagi bo'lgan o'sha Burganda nima massivini sug'orishga 4 metrli kanal qurish sharti belgilangan bo'lgan. Lekin ayrim sabablarga ko'ra, sabab birinchi navbatdagi bo'lgan sababi shuki, o'sha markazdan pul ajratilmagan. Bu narsaga bu kelishilgan ikki tomonlama ikkita respublikani kelishgan qaroriga. Shuning uchun u kanal qurilmagan. Shu kanal qurilmagandan keyin bu 8000 dan oshiq yer maydoni o'zlashtirilmagan. Bu demak, o'z vaqtida o'sha nimasi to'lanmagan, ya'ni o'sha ham chap tomon kanali qurilmasligi oqibatida Qirg'iziston tomoni ololmagan foydasini qoplash masalasi uchun va kelajakdagi o'sha ololmaydigan foydasini qoplash uchun agar biz hozir buni agar quradigan bo'lsak, eng kamida 20 ta aholi punktini O'zbekiston hududida ko'chirishimiz kerak bo'ladi. 20 ta. Ya'ni o'sha odamlar yashayotgan o'ylarni ko'chirgan holda o'sha kanalni marshrutini belgilashimiz kerak bo'ladi. Bu bizning hududimizdan o'tadi. Uni ko'chirish masalalari, odamlarga noqulayliklarni keltirib chiqarish masalalari, ularni o'z o'rnida yana 2000 gektar sug'oriladigan yer maydonidan voz kechishimiz kerak bo'ladi. Chunki 200 kilometr yerni qo'riqlash zonasi boshqasi hamma inspektorskiy yo'llari bilan hammasi bilan qo'shib hisoblaganda u taxminan 2000 gektar yer maydonini oladi bizdan. Shularni hammasini hisobga olgan holda biza undan ko'ra o'rniga o'rin yaylov nuqtai nazardan o'sha G'ovasoy hududidan 12709 gektar yer maydonini ularga kompensatsiya sifatida taklif qilib berdik. Albatta ular ko'proq oladi, biza yo'q dedik. Tortishildi, boshqa qilindi, hammasi nima bilan mana shu raqamga kelib to'xtadik. Bundan tashqari men sizga aytdim, o'sha 10 ta aholi punktlarini o'sha almashish bo'yicha nimasida 429 gektar ular bizga beryapti va o'rniga o'rin o'sha 10 ta uchastkani almashish tashabbusi chiqqan bo'lgani uchun 290 gektar o'rniga o'rin bizga beryapmiz. Mana shu almashiladigan yer maydonlari. Maydonlarning orasidagi tafovut o'sha boyiga o'z vaqtida O'zbekiston tomonidan olingan majburiyatni bajarilmasligini kompensatsiyasi sifatida to'lanyapti. Biz endi uni pulga ham chaqib ko'rdik, pul nuqtai nazardan qiyin raqamlar chiqib ketdi.